muammo bo'lsa, faqat bankka doir emas, boshqa masalalar bo'lsa, tegishli tashkilotlarga berib hal qilishga harakat qilamiz. Hal qilib kelyapmiz bir yildan. O'zimizga tegishli bo'lmasa, yozib olamiz muammolarni. Kimda muammo bo'lsa, yozib ketaverasizlar, yozib tegishli tashkilotlarga beraveramiz. Nima masala? Choralovchi kredit olmoqchiman deydi. Hozir yigitimiz yaqindan keldi, Rossiyadan kelib, migratsiyaga qaytib keldi. Ha, shuni Chorvachilik bo'yicha. Ha, sherda qolib chorva o'zi endi olsak kabel kerak-da, kabel yo'q. shuni o'ylayotgan bo'lsak, agar sug'urta olib qoling bo'ladimi, to'g'rimi? Ko'ramiz, sug'urta orqali hodisalarga qilamiz, to'xtamiz. Bo'yni bosh bilan qilsa Qanchagacha? 50 million. Yo'q. Kabelni ko'pda 50 million da, maksimal summasi 50 million. Siz xohishingiz uchun ikki tomonga yetadi,